Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Donghua tahlil kanali va bugun sizlar bilan birgalikda osmondagi janglar 195-qismda nimalar bo'lishligini tahlil qilamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Sioyan va Soner Iblis Lotus olovining asl shaklini topishadi. Bu safar u avvalgidek yovuz emas, balki sokin va yangi tug'ilgandek edi. Chunki avliyo uning xotira va ongini olib tashlagan. Endi bu olov xavfsizroq bo'lsa ham uni yutish yoki egallash hali ham juda xavfli edi. Sioyan tushunadi. Agar olovni tashqariga olib chiqsa, ko'pchilik uni olishga harakat qiladi. Bu yer esa xavfsizroq, chunki hech kim kira olmaydi. Shuning uchun u shu yerning o'zida olovni yutishga qaror qiladi. Lekin bunga hali tayyor emasligi sabab u avval tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Tashqarida esa barcha kuchlilar kutib turishadi. Sioyan va Soner chiqmayotgandan xavotir kuchayadi. 7 kun o'tadi, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ba'zilar ketadi, lekin boshqalar hali ham kutadi. Oxirida ular Sioyan tirik ekanligini tushunishadi. Ziyan bergan maxsus ajdarho belgisi sababli. Lekin baribir ichkariga kira olmay ketishga majbur bo'lishadi. Ichkarida esa Sioyan 7 kunlik tayyorgarlikdan keyin nihoyat ko'zini ochadi. Endi u Iblis Lotus olovini yutishga tayyor. Sonerning yordami bilan Sioyanning holati yaxshilanadi. Ortiqcha energiya Sioyanni tanasidan chiqib, Soner orqali aylanishga tushadi. Ikkalasi birgalikda energiyani muvozanatlab, asta-sekin yutishadi. Vaqt o'tishi bilan 3 xil olov muvozanatga keladi. Sioyan olov mantrasi orqali iblis olovni to'liq yuta boshlaydi. Oxirida juda katta energiya ikkalasining tanasiga tarqaladi. Ular bir-biriga energiyani uzatib, energiyani yanada tozalashadi. Ularning kuchi keskin oshadi. Keyin ular kristal ichida uyqu holatiga kiradi va tashqi dunyodan butunlay yo'qoladi. Tashqi dunyoda 1 yil o'tadi. Ruhlar zali va osmon saroy ittifoqi o'rtasida katta urush boshlanadi. Har ikki tomon katta yo'qotishlarga uchrasa ham, hech kim to'liq yengilmaydi. Sioyan va Soner haqida hech qanday xabar yo'q, lekin ular tirikligi ma'lum. Shu payt yana dahshatli yangilik chiqadi. Qadimgi klanlardan biri, Shi klani ham sirli ravishda yo'qoladi. Bu oldin yo'qolgan Lin klaniga o'xshash hodisa edi. Bu eng katta sir va xavf yaqinlashganini bildirardi. Shu bilan osmondagi janglar 195-qismning qisqa tahlili tugadi. Albatta, agarda sizga tahlil videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketishni unutmang va Donghua tahlil kanaliga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shunda siz bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan qisqa vaqt davomida Donghua tahlil kanali va men Navgamer bo'ldim. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.